Endi $100, $150 ga soundbar sotib olib o'tirmaysizlar. Ushbu televizorimizni xarid qilsalaring, soundbar va subwooferi o'zi bilan bitta ko'rib baho berib berasizlar. Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Yaponiyada televizorlari bo'yicha birinchi o'rinda turadigan Toshiba brendining 65 tali Z670M modelli televizorlarimizga katta chegirma boshlaganmiz va hozir sizlarga ushbu televizorlarimiz haqida qisqacha ma'lumot va narxlarni video oxirida aytaman. Ushbu televizorlarimiz 4K, ya'ni 3840 ga 2160p kачествоni qo'llab-quvvatlaydi va funksiyalariga keladigan bo'lsak, Full Array, Quantum Dot, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10+, Film Maker, True Bass Booster, Rexa Bass Woofer Pro, 360 Surround Upscaling, Real Sound, Game Mode, EMG Freezing kabi ilg'or texnologiyalarga ega va ushbu televizorlarimiz 144 Hz lik, ya'ni o'yin o'ynaganlaringdan qatib qolmaydi va kechikishlar bo'lmaydi. Ma'lumot uchun aytaman, oddiy televizorlarimiz 60 Hz lik bo'ladi xolos va ushbu televizorlarimiz oddiylarga qaraganda ishlash tezligi 2 barobar yuqori bo'ladi. Va asosiysi, ushbu televizorlarimizni kolonkalari alohida mavzu, o'zlaring ko'rdilaring. 2.1 kanalli kolonkasi mavjud, ya'ni ikkita kolonkasi va bitta subwooferi bo'ladi va kolonkalari 40 vatli bo'ladi. Va pultlariga keladigan bo'lsak, ushbu televizorlarimizni pultlari shunaqa neobishniy va голосовой управленияli bo'ladi, ya'ni ovoz orqali boshqarishingiz ham mumkin. Va kafolatlariga keladigan bo'lsak, ushbu televizorlarimizga Toshiba brend tomonidan ofitsialniy 1 yil kafolat beriladi va narxini siz mijozlarimiz uchun chegirma narxda $670, ya'ni 8150 ming so'm qilib belgiladik. Kimga xuddi shunaqa original televizorlar zarur bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilaverasizlar va chegirmamiz ushbu oyning oxirigacha, ya'ni dekabr oyining oxirigacha davom etadi. Ulgurib qolinglar, son chegaralangan. Va video obzorimiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosishni esdan chiqarmanglar.